750 proba yoki undan balandlari nega O'zbekistonda mashhur emasligini 3 ta sababini ko'rib chiqamiz. Va uchinchisi siz bilgan, lekin kutmagan fakt bo'lib chiqishi aniq. Birinchisi narx qimmatligi va xarid qobiliyatining pastligida. Misol uchun, ko'rinish va hajm bir xil, lekin og'irlik va narxida eng kamida 30% farqi bor. Ikkinchisi odamlarning noto'g'ri tushunchalari. Ko'pchilik baland probali tilla buyumlarni egiluvchan, yumshoq bo'ladi deb hisoblashadi. Lekin bu 100% sabab bo'la olmaydi. Hozirgi zamonaviy texnologiyalar orqali ularni bemalol qattiq holatga keltirish mumkin. Uchinchi va eng qiziqarli fakt bu O'zbekiston va Markaziy Osiyoda juda ham mashhur bo'lgan qizil tillalarni 750 yoki undan baland probalarda to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish imkoni yo'q. Sababi tilla buyumlarni biz xohlagan qizil rang keltirish uchun eng kamida 35-40% gacha mis qo'shilish talab qilinadi. Bu esa probani 600 dan tushib ketishiga olib keladi. Zargarlik dunyosi haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Starmix kanalimizga obuna bo'ling.